Assalamualaikum Gold Dünyası. Salamat bizə. Bizə sizlərə eşikli görüşlər haqqında to'liq ma'lumot bermədik. Hazır qısqacha ma'lumot beramiz. To'liqini keyin necha bir görüşlər bo'ladi. Uy sharoitida ishlashlarni qo'yib barchaga ko'rsatamiz. Kanalımıza yangi bo'lsa, podpisyasiya qilinglar. Hozir aytgan ishimizni ko'rsatamiz. Damas mashinamiz o'zi döndanib tuzib almashlangan. O'zimiz Xorazm viloyatida döndanib tuzib almashlangan namozadi. Eshikli görüşlərini açib bekləşir, dim og'iradi. Hazır şunu sotib geldi, xudo xolasa. Bo'lmoqda bo'ladi. Azizlarimiz zazorlarni qator yo'sib bersak bo'ladi shuni. Zazorlarni yurt tursa, bir tekiz bo'lib turibdi zazorlari. Mana men zazorlari bir tekiz bo'lib turibdi, xudo xolasa. Al taraf ham ochilish beklashlari, yopishlari zo'r, ovozlari do'qlas chiqib turibdi. Mashina ushmay zarasa bo'lmagan. Shundan shunday ahvola aytib, chiroylarni o'zlab beramiz. Bunun spreysapi, boshqasi eshiklarni yugurib berganmiz bana olib. Bu xizmatimiz 150 ming so'mdan boshlanadi. Agar sizlarni uchkalaringizdan muammo bo'lib, yana qo'shimcha ish shakllanadigan bo'lsa, balanda qarab ketaveradi. Bizlardan uzoqlashmanglar, xudo xolasa, to'liq ma'lumotlarni qo'yib borishga harakat etamiz. Obuna bo'lib ko'rishni unutmanglar. Sog'lig'ingiz, salomatligingizlar. Meni Gold TV kutib qolamiz.